Arofatdan uzoq kutilgan premyera Elyorbekni azoblash xizmati savollari bilan. Elyorbek Melboyev uchun hayotda kuch nimada? Kuch yashashda, ota-onamizni hayotligida. Hayotda nima shirin siz uchun? Hayotda men uchun diydor shirin. Shu uzoq ko'rmagan insonlarim, ota-onamni diydori, aka-ukalarimni, do'stlarimni diydori hamma narsadan shirin. Elyorbek Melboyev tanqidlarni qanday qabul qiladi? Bunday qilib. Bo'ldi. Qanaqa tanqid qabul qilish mumkin? Menda deyarli tanqidiy fikr yo'q. Chunki men gap bilan birovni xafa qilmasam yoki qanaqadir noto'g'ri gaplar o'zim efirga yoki bir joyga chiqib olib gapiravermayman. Shuning uchun tanqidiy fikrlar deyarli kam bo'ladi. Negativlarga qanday qaraysiz? Negativlarga sog' bo'lsin deyman. Ular aktivni ko'tarib beradi shu. Endi bir xilgilar oshirib yuboradi, u qanaqa haqoratlab qo'yadigan bo'lsa, o'sha haqoratlaganiga yarasha javobini oladi. Hamma tomonlama.